og'izda eriydigan, qavatlari qat-qat bo'lib chiqadigan, bittada o'xshab chiqadigan paxlava shirinligini tayyorlab ko'rsataman bugun sizlarga. Bu uchun bizga kerak bo'ladi masilkani slayonniy testo uchun mo'ljallangan margarini, muzdek holatda 500 gram un bilan urvoq holatiga keltirib olamiz. Ikkita tuxumni sarig'idan ajratib, 150 ml suv qo'shib, aralashtirib urvog'imizga qo'shib olamiz. 200 gram qaymoqni qo'shib, xamir qo'rib olamiz. Tayyor xamirimizni 4 marta buklab, konvert holatiga keltirib olamiz va 1 soat xolodilnikka olib qo'yamiz. Tuxumimizdan ajratgan oqini mikser qilib olamiz. Bir chimdon tuz solib, ketidan 200 gram shakarni solib olamiz. Bezak holatiga keltirib olamiz. 100 gram yong'oq, 50 gram mayiz qo'shib, tayyor massaga keltirib olamiz. Xamirimizni 4 ga bo'lib olamiz. Har bir qavatini yoyib olamiz. Yoyganimizdan keyin 2 ga bo'lib olamiz. O'rtasidan bo'lib, ikkita tomoniga ham tayyor bezak massamizni solib olamiz. Ikkita chetini buklab, rulet shaklida o'rab olamiz. Tayyor bo'lgan ruletlarimizga pichoq izini tushirib olamiz. Duxovkaga 180 gradusga 40 minutga jo'natamiz. Shunaqangi chiroyli va noshnab bo'lib chiqadi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishingizga arziydi. Yoqimli ishtaha.